Bizning ko'chamizni o'zi nomi nimaligini raisimiz o'zi bilmaydi. 20 yildan beri yashayapmiz. Biron marta musur mashin yoki nazoratchi kelib bizani ogohlantirmagan, boshqa ham qilmagan. Lekin qarzdorlik mana kelib o'tiribdi. 186 millionlik qarzdorlik kelgan bizga. Men Shodiyona ko'chasidan Berdiyeva Maqsudaman. Bizning ko'chamizga qarzdorlik kelgan musurdan. Hamma aholimizga juda ko'plab musur kelgan. Musurdan kimgadir 500 ming, kimgadir 1 million 200. Lekin bizning ko'chamizga biron marta musur mashin kelmagan ham, bironta nazoratchi oralamagan ham, ogohlantirish bermagan ham. Musur mashinda musurda nimasiga borsak, idorasiga borsak, bizga aytayaptiki, sizlardan GPS o'tgan. GPSda tezligini ko'rsat, boshqasini ko'rsat desak, yo'q, baribir unday ekologiyaga boramiz, boshqa qilamiz, to'lamay ilojlaring yo'q deyapti bizga. Bizga lekin biron marta shu necha yildan beri yashayapmiz, 20 yildan beri yashayapmiz, biron marta musur mashin yoki nazoratchi kelib bizani ogohlantirmagan ham, boshqa ham qilmagan. Lekin qarzdorlik mana kelib o'tiribdi. Endi necha yillikni badali bilmaymiz uni. Kottejga keladi, kottejdan shuni oladi ketadi. Hattoki hozir kottejda konteyner ham uyilib, yeriga sochilib yotib, yo'q ham kelayotgan musur mashin. Kottejga ham kelmayapti hozirlarda. Bizning aholimiz 150 xo'jalik, o'shanga 186 millionlik qarzdorlik kelgan bizga. Biz xat kelgandan keyin bildikda, xat kelgandan keyin biz ishimiz sudga oshib yubormasin. Birovlar aytdi sudga oshib boshqa qilib, o'sha nimasidan Berejliyevga bordik. Berejliyev shahar nimasiga ekologiyaga jo'natdi bizani. Ekologiyaga bordik. Ekologiya yana bu yoqda. Ularda ikkalasidan ham aniq masala ola olmadik-da. Bor otangga, bor onangga bo'lib, lekin to'laysizlar deyapti. Ikkalasi ham aniq dangal bir konkret gap gapira olmayapti-da. Birontasi mana fuqarolardan sizlarga to'lov qilinmagan chek. Yo'q, hech nima to'lamaganmiz, yo'q. Toshkentgacha biron marta. Chunki yurmagan mashina. Tashlaymiz, to'lamaymiz. Mashina kelmasa kimga to'laymiz? Mashina kelmaydi bizga, biron marta mashina kelmagan. Uchun keladi. Faqat musur yo'q haqiqatan. GPS yongani sababi bu kottej uchun keladi. Haqiqatan ham kottej keladi. Agar kottejga kelmasa, bizda nima bor? Biza bu masala bo'yicha shaxsan meni o'zim yangi raisimiz bo'ldi, unga murojaat qilganman. O'rtoq rais, shunaqa gap, erta bir kun ot kallasida buncha qarzdor kelib o'tirmasin, bizga yechimni topib bering degandik, bo'ldi, buni ko'rib chiqamiz degandilar. Bugungi kunda mana o'zlari ham yo'q. Raisimiz o'zi ishlamaydi bizani. Qanday musur keladi-yu, to'lamaymiz. Chunki o'zimizning musur. Qarshi emasmiz, biz to'laymiz uni. Musulmon qayerga tashaysizlar hozirgi kunda? Tandirga yo'qamiz. Tandirga yo'qamiz. Ana yerga bitta yama qilganmiz. Bakalashkani jugilarga topshiramiz, qog'ozni jugiga, qolganini tandirimiz yeydi, tandirga tashlaymiz. Endi ozma supurindani ilojimiz yo'q. Va fundament orasiga boshqa agarodga tashlaymiz. Shisha siniqlariga, boshqa narsa molimiz bor bizda. Mana agar ishonmasa o'sha yamani biz uyda ichida qozganmiz, ko'rsatamiz sizga. Tashlaymiz, ko'mamiz, tashlaymiz, musurda ko'mamiz. Kelmaydi. Yillab kelmagan. Umuman biron marta necha yil badaliga yashayapmiz, biron marta mashin bizga kelmagan. Bizning ko'chamizni o'zi nomi nimaligini raisimiz o'zi bilmaydi. Ko'chamizda agar 150 ta xo'jalik bo'lsa, 10 tamiz Faravon ko'chaga kirib ketganmiz, 10 tamiz Shodiyonaga, Hunarmandga kirib ketganmiz. Yo'q, kelmagan bizga umuman. Mashin ko'chadan o'tgan, faqat kottejga keladi, kottejga keladi. Olib ketadi. Lekin aholini musurini yig'gan emas. Bizdan o'tadi-yu, mana bu yoqda kottej bor, kottejga keladi, kottejdan qaytadi. Biznikini bir marta olib ketmagan. Nazoratchi ham ogohlantirmagan. Yillar bo'lib ketgan. Nazoratchi keladimi? Yo'q, kelmagan, ammo biron marta kelmagan. Gazdan keladi, svet. Ular yo'qamiz GPS'da, afaqatga bizlar ko'chada o'tgan bilan bizlar musurimizni olmaganda. Bizlar shuni aytdik, GPS tezligini ko'rsat, aniq. Yo'ldan o'tgan sizlardan olgan hisoblanadi. Hech qachon bizdan olinmagan, GPS saqlanmagan ham bizda. Bironta nazoratchi ham kelmagan bizda. Suvdan keladi, svetdan keladi. Agrodga tashlaymiz. Menda ham mana molda axlatlarni agrodim bor, agrodim. Mana bitta yamanni ko'mib qo'yibmiz, ustini yopib. Mana axlatni to'lgandan keyin shuni yopib qo'yamiz, shunday qilib. Keyin to'layman. Unga to'lamayman. Oldin aholini shartnoma qilsin-da. Shartnoma qilsin aholi bilan. Keyin haftasiga 2 marta kelib olib ketsin. Hammamiz uyimizda yamamiz bor. To'g'rimi? Hamma yamaga tashlaydi. Ko'mamiz, keyin anonday qilib ko'mamiz hali. Mana ko'rganlar. Molda nimalarni bunday tomorqamizga tashlaymiz. Molda axlat agrodga kerak o'zimizga. Hamma narsani
Mana hozirdanida Yaman kovladik, mana bular hammasini supuramizda, Yaman ko'mamiz, chirindi bo'ladi deb. Umuman musulmonlar ham kelmaydi bizga, nazoratchi ham kelmaydi, shartnoma ham yo'q, hech narsa yo'q. Lekin qarzni tiqib qo'ygan. Lekin qarz qilgan. Qarz qachon qilgan bilmayman. Yillar bo'lib ketdi bizga. Yildan beri men umuman musulmonman ko'rmaganman. Kelmaydi. Yig'ib hammasini otgan. Tashkilot nima uchun bizlar bilan kelib suhbat qilmaydi? Bizlar bexabar aholini yig'maydi. Sizlar shuncha qarzsizlar deb aytmaydi. 5 yildan keyin bular qarzsisan deb hattoki adresimizni ham xato yozgan. Hunarmand ko'chasi umuman bizlarda yo'q. Qo'yib yuborgan to'g'ri kelgan ko'chani. Bu shu to'g'ri keladimi? Biz kimga murojaat qilishimiz kerak endi? O'sha firma bizda pulni talab qilgancha avval biz bilan kelish kerak, shartnoma tuzish kerak. Umuman tuzmagan ham, kelmagan ham. Nazoratchini jo'natish kerak. Nazoratchi nima uchun bo'lmaganda? Bizlarga kelib ogohlantirmagan, bizlarga aytmagan shu nazoratchi. Bu faqat ishlamay nima oylik olganmi? Shunga hayron qolyapmiz biz. Nima bo'lishi kerak? Shartnomaga pul qo'ymaganmiz. Har yili bir marta shartnomani tuzish kerak bular. O'zi qonun bo'yicha. Lekin 5 yildan beri shartnoma bo'lmagani, lekin qarang 600 qancha, uncha har qarzdorlik kelgan. 3 kishiga chiqyapti 650 ming so'm, 7 kishiga chiqyapti 550 ming so'm. Qayda hisoblagan? Ular yana buxgalter ham qanday hisoblagan odam soniga? Musur o'tmagan, faktiski haqiqatan ham musur o'tmagan. Hammamizga ham alam qiladi to'lashga. Uncha muncha deydi, lekin to'lash hammamizga ham jabrda yo'q joydan to'lash. Shu nazoratchi kelib grantamizni taniydimi? Bir so'rasin avval ortimizda. Ogohlantirish berilmagan, nazoratchi o'zi yo'q. Men so'radim. Bular mahalla rais bo'lib ko'chada. O'sha bilan ommaviy qilgan ekan shartnomani. Rais o'zi qo'yib beradilar. Nazoratchi kirish kerakmi? Yo'q, nazoratchi o'zi yo'q. Pul qo'yishga qo'l qo'ygan ekan rais. Har xil xalq ana qilamiz. Xalq shunchalik nima qiladi odam emas-ku, hammamiz aqlli odamlar. Yil yakunlash uchun ham kelish kerak. Bir yilligimiz 4 yillik, 5 yillik deyaptilar bizga hozir. 1 yillik biz ham boshqa. 19-yildan buyog'ida 19 qayda, hozir 23-yil qayda. Agar ommaviy qo'l qo'yib yuborgan bo'lsa, bu oldingi ketgan raisimizni edi. Ha, o'shandan keyin mana bu bo'lganidan ham birama ogohlantirish kelmayapti hech qachon. Bizga umuman nazorat anasi yo'q. Gazdan Shartnoma qilmasak to'lashga haqqimiz yo'q ekanda. Yo'q. Qachon biz shartnoma qilmaganmiz? Bizga hech kim qo'ldan qo'ydirmagan. Onlayn dedi, hay, Eshigimiz oldida asfalt olib mashina biror gap lekin nazoratchini o'zi yo'q. Biz qaydan bilamiz? O'mmay pul kelib o'tirmaydi. Kimgadir 800 ming, kimgadir 1 million, kimgadir 500 ming kelib o'tiribdi. Kimni ziyotib puli? Hamma ham 1 millionga ishlab yuribmiz kerak bo'lsa. Ish yo'q o'sha, qani o'sha ish? Ishlayotganlar ham ishlamagan. Qayda ziyotib pul to'laydi? Ishlamaganlar qancha qoldi? Pensionerlar nogironlar ko'rlamadi ishlamaydi bizdan. Nima uchun mahalla bizlardan beruxsat bizlarning nomimizda shartnoma tuzadi? Shunga hayronman. Yana qo'l qo'yilgan deydi. Ommaviy shartnoma tuzilgan. Ommaviy shartnoma tuzib yuborgan. Tuzganda vaqtida bizdan qo'l qo'ymagan-ku. Sudga desin, sud hal qilar ekan endi buni. Shunga shu sud hal qiladi. Ha, rais bilan shartnoma qilgan, raisni o'zi javob bersin. Kesindan javob bersin mana. Yaxshi ish olib bormagan-ku, nima uchun bizga shuncha jarima soladi? Bilmayman. Faqat bizning raisimiz majlisdaman, u yoqdaman, umuman topib bo'lmaydi. Gapirsak majlisdaman deydi. Raisimiz oldingi raisimiz qo'l qo'ydi. Bu raisman qo'l O'tgan yilgi hisobida u kishiniki bo'lganda tashkilot. Undan keyin ham nazoratchi biror marta kelgan yo'q bizga. Undan oldin ham nazoratchini bizga ko'rmagan biz. नजरिया